doimgidek narxini boshida aytaman, $53,000 ga 53 kvadrat xonadonimizda sotuvga chiqdi. Xonadonimizda 2 xona, 3 xona qilingan variant hozirlik ko'rsataman. Aniq manzil Mirobod tumani, Qo'yli 3-massiv, bu yoqda 2-parknika 100 metr tepada. Bizning mahalla bu yoqda 150 metr ichkari joylashgan. 4 qavatli domni 4-qavatida joylashgan. Uyimizga kirib kelishimiz, tualetimiz, vannamiz alohida joylashgan. Bu yog'imizda zal sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu yog'imizda spalni bo'ladi. Bu yog'imizda yana bitta kichkina xonamiz bor. Ventilyatorlar o'rnatib qo'yilgan. Bu yoqda balkonimiz. Egalar ichish bo'yicha narsalar qolar ekan. Bemalol investitsiya uchun ham, arenda olib qo'yish uchun ham zo'r variant ekan. Remontlarni ham ko'rishingiz bo'ladi. Svejiy bo'lib turibdi. Kirib yashab oladigan joy ekan. Gazilladan umuman muammo yo'q ekan. 50 metr o'zida 3 ta magazin bor ekan. Oltintepa kelesi atrofidan yer yili bo'lsa, battirgan gaplashsangiz bo'lar ekan. Bu videoni Mirobod tumanidan arzon kvartira qidirayotgan tanishinglarga yubordim. Like bosib, podpiska bosib qo'ysangiz, videoni yo'qotib qo'ymaysiz. Har doimgidek egalarning raqami opisaniyada, aniq lokatsiya Telegram kanalimizda bo'ladi. Sizlar bilan Ibrohim, bizda foydali.